Assalomu alaykum. Yaxshimi? Bo'g'otdim. Yaxshimisizlar? Chiqmadi video ko'p chiqmaydi. Bugun oxirgi versiyadamiz. Bugun o'zbek serverlar ko'rib chiqamiz va Bedwars serverlarni ko'ramiz. Internet yo'q-da. Birinchisi Elite yoki Illimites uz. Ko'rib bo'lasizlar. Bu o'zbek serverlaridan bittasi. Kuchayish oson. Birinchi kelgan o'yinchiga nima bo'lar? Nezat qoldig'ini beraman. Nezat kiyim emas, endi qoldig'ini berib turib o'z nezat ingot beraman, ingot. Nezat birinchi kelgan odamga. Agar meni igrok deb tanisa, igrok. Ikkinchisi ko'p kishi biladi, ko'p kishi bilmaydi. Articraft uz. Artifact o'z yaratgan. Artifact. Uchinchisi Bedwars. Hammasidan registratsiya o'tasizlar, login o'tasizlar. Shu. Bitsam. Uncha bo'lmaydi, hech kim bo'lmaydi. Mistakes. Muhim. Masalan, zo'r desa bo'ladi. Uncha emas-da. Yo'qmadi. Menga uncha yoqmadi. Shu. Vortex bu shunaqa narsa edi. Bu inglizcha server bo'lsa kerak, bilmadim. Uni Chartex. Keyin oxirgisi. PvP'siz bilan PvP'da o'zlaringiz narsalar beradi va yerda juda ham ko'p narsalar bo'ladi. Buni bilmadim. Qanaqa server do'stlarim biri. Ko'pincha Elite'ga kirib tursangiz, birinchi kirgan va men igrok deb tanigan odamga narsalar beraman. Bo'pti, xayr.